Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizga kuzatib boruvchilar. Bugun 28-noyabr 2025-yil Uzun tumani Malandiyon mahallasiga 4 kvadrat, ya'ni 16 balanka ropida chuvalchanglarni olib keldik. Chuvalchanglar holati zich holatda. Bu tayyorlangan bioreaktor 2 ga 30 metr, ya'ni 60 kvadrat, balandligi 20 sm. Go'ng yaxshilab yuvilgan, chirigan go'ng. Chuvalchanglarda zichligi holatda. Kvadrat 1 million so'mdan yetkazib berishi, tashlab berishi o'rgatchi hammasi ichida. Murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi. Nomerlarimiz 97 244 44 06. Mana bunday o'qariq ochilib, o'qariqlar tashlanyapti. Hozir tashlanganlarni yoyamiz. Keyin bular ikki chekkadan ishlashni boshlashaveradi. Albatta bizdan chuvalchang olgan, xarid qilgan odamlarga o'rgatishi hamda tayyor bo'lgan begonuslarni o'zimiz sotib olish bo'ynimizga olamiz. Sog' omon bo'linglar, kunlaring xayrli va barakotli o'tsin.